Assalomu alaykum Farg'ona teri bozor obunachilari. Barchalarni yaxshimisizlar? Xudo xolasa biz ishlarimizni boshlab olganmiz. Terilarimizni naf-navolarni chiroyli qilib yorib beramiz. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Narg'ilon shahar Qumtepa teri bozorida joylashgan. Bugun faqat yumaloq to'sinlarimizni, yumaloq ustunlarimizni, vassalarimizni narxlarini bir boshdan narxlarini aytib o'tamiz. Birinchi yumaloq 6 metrlik to'sindan boshlaymiz. Yumaloq to'sinlarimiz mana 6 metrli Mirza teridan chiqqan, holatlari juda ham zo'r. Mana baquvvatligini ham ko'ringlar. 3 ko'klari bir xil, anaqa so'zda teri emas bu. 3 ko'kda bo'lib, ko't ingichka shunaqa emas. Ko't ko'ti ingichka teri emas. Hammasi bir xilda, xudo xolasa stovot. Xudo xolasa to'sinlar. Bularning narxini 190 ming so'mdan qilib beramiz obunachilarimizga donasini. Keyin 5 metrli to'sinni baquvvatini so'rayotgan ukalarimizga mana 5 metrlik quruq baquvvat to'sinimiz. Qarishlari ham 2 qarishdan baland, 2,5, 3 qarishda yon verdi bular aka. Bularda ichigacha shunaqa bo'ladi. Bularda ichida kalifori yo'q, qurtegan, chirigi, kaltasi yo'q. Hammasi 5 metrli bo'ladi. Hammasi ko'k teri bo'ladi. Donasini 180 ming so'mdan qilib beramiz obunachilarimizga. Endi sal joyim kichkinaroq, ustiga yuk bosmayman degan akalarimizga 5 metrli mana sredniy to'sinlarimiz bor. 4 pachka ba'da bor, 5 pachka ba'da bor. Bularning narxi 150 ming so'mdan, xudo xolasa. Bular 4 metrli, 420 lik joylarga bemalol bo'laveradi. Holatlari ham zo'r, ko'p quruq bular, xudo xolasa. Shuni olib ishlataverasizlar bularni. Mana yana o'sha 150 minglik 5 metrli to'sinlarimiz. Bular ham o'sha 150 ming so'mdan. Bular yangi chiqqanlari. Bular sal quriganlari. Bularni ham 150 ming so'mdan qilib beramiz donasini. Ichlarigacha javob bularni ham xudo xolasa zo'r chiqadi. Yana mana 5 metrli baquvvat to'sinimizni qop qurug'i juda ham zo'r. Mana kattaligini ham ko'rishlaring mumkin. Holatlari ham juda ham zo'r, ha. Ko'p quruq bular. Dahshat chiqaradi bu to'singa. Hali molxona, otxonalarga ustiga yem bosaman degan aka-ukalarimizga bular vazifani bajaraveradi. Bularni ham 180 ming so'mdan qilib beramiz. Keyin 4,5 metrli to'sin so'ragan akalarimiz bor. Mirza teri bo'lsin, zo'r bo'lsin, puli arzon bo'lsin degan akalarimizga mana Mirza teri 4,5 metrli to'sin, puli ham arzon, xudo xolasa 115 ming so'mdan qilib beramiz bular donasini. Mana ko'rishlaring mumkin. To'sinlar xudo xolasa behijolat. Keyin 4 metrli baquvvat to'sinlarimiz bor, 130 ming so'mdan. Kerak 3 qarishdan ham baland, mana eng oldidagi kattalari 3 qarishdan ham mana 130 ming so'mdan qilib beramiz bu to'sinlarimizni. Keyin 4 metrli sredniy to'sinlarimiz bor. Mana 4 metrli sredniy to'sinlarimiz, bularni 75 ming so'mdan qilib beramiz obunachilarimizga donasini. Keyin 3 metrli to'sinlarimiz bor. Keyin mana 3 metrli to'sinlarimiz, 3 metrli to'sinlarimizni 50 ming so'mdan qilib beraveramiz. Keyin yana mana 4 metrli to'sinlarimizdan asarti ko'p, nechta desalaring bor. Sredniy to'sinlarimiz mana 1 pachka, 2 pachka, 3 pachka, 4 pachka 5 ming so'mdan qilib beramiz donasini. Holatlari juda ham zo'r. Qurug'i, yangisi, qo'li farqi yo'q. Qaysi biridan salang 75 ming so'mdan qilib beramiz bular donasini. To'sinlarimiz obzor qilib bo'ldi. Endi to'sinlarning ustiga vassa, chorniy deyishadi. Mana vassalarimizni bir 2 xil, 3 xili bor. Bu 15 mingligi bor, keyin 2 metrli shox vassalarimiz bor 10 mingdan. Keyin lapet 2 metrli vassalarimiz bor 17 ming so'mdan. Xudo xolasa vassalarimiz ham 100 ga 100 joyda bemalol yopaveradi. Misol uchun joyingiz 5 ga 4, 20 kvadratmi? 20 kvadrat olsangiz mana shu vassalarimizdan bemalol joyingizni yopaveradi. Endi tomni tevasiga sarrobga, strapilaga ishlaydigan yumaloq narsalarimiz ham bor. To'sinlar, yumaloq strapilalarimiz, kurugliklarimiz o'shalarni ham birma-bir tanishtirib o'tamiz. 6 metrli mana sarroblarimiz. 6 metrli sarroblarimizni ot yog'och ham deyshadi, paragon ham deyshadi. O'sha strapila qo'yilgani bularni to'g'ri uzunachasiga qo'yib olinadi. Buni donasini 75 ming so'mdan qilib beramiz o'g'lasi obunachilarimizga. Keyin strapila, mana 6 metrli strapilalarimiz ham bor. 6 metrli strapilalarimizni 50 ming so'mdan qilib beramiz bularni, xudo xolasa. Tekis strapilaga bemalol bo'laveradi. Shuncha vaqtdan beri sotyapmiz.
Keyin darvozaxonaga ko'pchilik xari so'raydi. Mana o'sha xarilarimiz bor. Qup-quruq 5 metrli xarilarimiz 18 ga 18 xarili. Bularni metrini 80 ming so'mdan qilib beramiz. O'zi 100 ming so'm o'zi. Bular obunachilarimizga mana shuni chegirma qilib qo'yganmiz 20%. 80 ming so'mdan qilib beramiz bular, xudo xolasa. Strapilani arradan chiqqan taxtasi ham bormi degan obunachilarimizga mana arradan chiqqan 4 metrli bo'ladi xolos. 4 metrli 5 metrli strapilalarimiz bor. 12 ga 4 bitta razmer bo'ladi terida. Faqat bularni 50 ming so'mdan qilib beramiz. Mana chorqirra, quruq, shuni olib borib ishlataverasiz. Saslarni ham cho'tiga tepadi, xudo xolasa. Bular zo'r chiqqan. Bularni 50 ming so'mdan qilib beramiz. Keyin to'sonda tagiga murullar deyshadi, jupli deyshadi. Hali baylagani. Mana juplilarimiz bor. Bularni 40 ming so'mdan qilib beramiz. Keyin 2 metrli bruslarimiz ham bor. 2 metrli bruslarimiz hali ayvon to'sinlariga, koridor to'sinlariga razmeri 7 ga 13 chiqqan. 35 ming so'mdan qilib beramiz bularni, xudo xolasa. 5 metrli mana sarroflarimiz keyin holatlari juda ham yaxshi bularni. 5 metrli sarroflarimizni 60 ming so'mdan qilib beramiz bularni. Donasini keyin vassalarimiz ham bor. Aytdi-yu 10 mingdan vassamiz ham bor. Mana o'sha 10 mingdan qilib beradigan vassamiz. Kvadratini 10 ming so'mdan qilib beramiz. Keyin 4 metrli ustunlarimiz ham bor. Mana 4 metrli ustunlarimizni 35 ming so'mdan qilib beramiz obunachilarimizga. Eng optim narxlarda, xudo xolasa bularni. 5 metrli keyin mana ustunchalarimiz. Kashiyalarga ham ishlaveradi. Buni kesib ustunga ham ishlasa bo'laveradi. Puli arzon, nimaga bo'lsa ishlasa bo'laveradi buni. 30 ming so'mdan qilib beramiz buni donasini. O'zi ko'chati ham 15 ming, 20 ming so'm kichkina ko'chatan. 30 ming so'mdan qilib beramiz. Buni 4 metrlisi ham bor. Keyin mana o'sha aytayotgan 4 metrli kashiyachalarimiz. Tortqilarga, sinchilarga 18 ming so'm donasi bularni, xudo xolasa, optim narxlarda. Kimga shunaqa sifatli ko'k teri mahsulotlar zarur bo'lsa, bizga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa ishlarni juda ham chiroyli qilib bitkizib beramiz.